Allah'ın El-Ba'is degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlarga Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının kısaca tefsirleri dersliklerden Allah'ın El-Ba'is degan ism sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allohning Al-Ba'is degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda ko'plagan yerda tilga ilingan. Sura Haj 7-oyatida tarjimasi Şundaqla qiyomatning sheksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik ziminni, o'simliklarni undirish bilan terildirgandek Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. El-Ba'is o'lgandan keyin terildiruvchi zot demakdir. Qiyomat kuni yo'q bo'lib ketgan barliq mavjudotlarni terildiruvchi qabrdagi barliq mavjudotlarni terildiruvchi zot demakdir. Qalblardagi saqlanib qolgan sirlarning hammasini echib uyg'otquchi zot demakdir. Ammo yo'q bo'lib ketgan narsalarni qaytadan vujudga keltirish ma'nosida emas. Islom istilohida o'lim mavjudotlarning oxirlashish bosqichi deb hisoblamaydi. Ölüm bo'lsa ruhning jasaddan juda bo'lishidir. Ölüm yo'q bo'lib ketish emas, balki o'lgandan keyin kishiga qabr yo jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylanadi, yo davzax o'raklaridan bir o'rakka aylanadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah subhanahu va taala baxtli kishilar haqida Sura Al-Imron 169-oyatida shunday deydi. Tarjimasi: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turdi. Rasululloh alayhisolatu vassalam baxtsiz kishilarning ham terikligi haqida Badr urushida mushriklarning kattalari o'ldirilib, jasadlari Badrdagi quduqqa tashlangandan keyin Rasululloh alayhisolatu vassalam shu jasadlarga qarab, "Men Rabbim va'da qilgan g'albani dunyoda ko'rib, haqiqat ekanligini bildim. Sizlarmi ham Allah subhanahu va taolaning kafirlarga qilgan va'dalarini ko'rib, haqiqat ekanligini bildinglarmi?" deganida ashabi kiramlardan biri o'lgan bu jasadlarga nido qilyapsiz ya Rasululloh deganida Rasululloh alayhisolatu vassalam sizlar men deyotgan gapni ulardan bakrak anglag'uchi emassizlar. Lekin sizlar bilan ularning farqi hozir ular menga javob bera olmaydi xolos dedi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolaning Al-Ba'is sifatini yaxshi tushunishimiz kerakki, buni biz ikkinchi qitim vujudga keltirish deb o'ylab qolmasligimiz kerak. Ya'ni vujudga keltirishning boshqacha bir surati bo'lib, uning kayfiyati bizga noma'lum. Banda Allah subhanahu va taolaning Al-Ba'is sifatini bilgandan keyin Qur'oni Karimda jahillikni o'lim deb hisoblaydi. Hamda o'lim hayot deb atalgan. Banda o'zini jahil o'limdan saqlashga harakat qilish kerak. Atrofidagi jahiliyatda o'likdek yashayotgan kishilarni uyg'otishga harakat qilish kerak. Shundala banda Allah subhanahu va taolaning Al-Ba'is sifatidan ulush ajratib olgan kishilar sepidan o'rin olgan bo'ladi. Atrofdagi butun kishilarning jaholatda
o'likdek yashashidan ularni qutqizgan tarixdagi zotlar payg'ambarlardir va ularga ergishib ularning hidoyatlariga mirosxo'r bo'lgan haqiqiy ulamolar mana bu sifatdan ulush ajratib olgan kishilar hisoblanadi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Haj 7-oyatida hozir o'qib o'tganimizdek tarjimasi shundaqla qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan terildirgandek Allohning terildiradiganligini bildirish uchundir. Sura Zalzala 1-oyatidan 8-oyatgacha tarjimasi zamin qattiq tavritilganda zamin qo'yindagi yuklarni, ya'ni madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda inson, ya'ni kofir uningga, ya'ni zaminga nim bo'ldi deganda bu kunda zamin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'rdi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Kaf 13-oyatida tarjimasi biz sana ularning hikoyasini rostligi bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Rabbiga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Sura An'am 125-oyati tarjimasi Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundaq azoblaydi. La ilaha illalloh. Sura Al-Imron 169-oyatida tarjimasi Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Sura G'ofir 46-oyatida tarjimasi ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattig'iga, do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Sura Al-Layl 19-oyatidan 21-oyatgacha tarjimasi uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining roziligi uchundir. U, ya'ni ihson qilguvchi odam Rabbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Sura Anbiya 25-oyatida tarjimasi ular, ya'ni mushriklar zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni terildira olamdi. Sura Fussilat 33-oyati tarjimasi Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? Sura An'am 60-oyatida tarjimasi Allah sizlarni kechasi o'qiltidi. Kunduzdagi qilgan ishinglarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otdi. Ondan
Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Alloh sizlarga aytib berdi. Sura Isro 78-79 oyatlarda tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Fajr namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilindigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir. Sura Kaf 12-oyati tarjimasi: Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'arda qanchalik uzoq turishganlarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. Sura Tag'abun 7-oyatida tarjimasi: Kafirlar hargiz tirildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Alhamdulillah, yuqorida Alloh subhanahu va taolaning Al-Ba'is degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Allah subhanahu va taolaning güzel ism sifatlarining tafsirlarining davomini o'qishni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.